Bu inson 300 dan ortiq ilmiy kitoblar yozib, mingdan ziyod ilmiy maqolalar chiqargan, 100 ga yaqin hujjatli filmlar yaratgan, o'z davrida mashhurlikka erishib, islom olamining 50 ta eng qudratli insonlaridan biriga aylangan. O'z shaxsiy telekanalini ochib, noqonuniy sekta tashkil qilgan. 150 dan ortiq ayollar bilan o'z-o'ziga nikoh o'qigan. Oxir-oqibat 40 dan ortiq jinoyatlar bo'yicha aybdor deb topilib, 8658 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingan. Bularning barchasi bir odamning hayotida sodir bo'lganligiga ishonish qiyin. Hammaga salom, siz Sahifa kanalidasiz. Bugungi mavzuyimiz qahramoni turkiyalik mashhur soxta firibgar olim Adnan Oktar. Siz u haqda eshitgansiz. O'zbekistonda uni Harun Yahyo taxallusi bilan yaxshi tanishadi. Harun Yahyo 2008-yillarda O'zbekistonda o'zining diniy mavzudagi hujjatli filmlari va kitoblari bilan tanilgan. Bu hujjatli filmlarning o'zbek tiliga tarjimasida o'zbek dublyaj qiroli Afzal Rafiqov ovoz bergan. Fan, ilmiy taraqqiyot degan tushunchalarni bilmas edi. Koinot va tabiat haqidagi bilimlar esa butparastlarning hayoliy tasavvurlari va johiliy fikrlarigagina asoslangan edi. Xo'sh, bizga juda ham aqlli olim sifatida ko'ringan Harun Yahyo aslida kim ekanligini bilarmidingiz? Chunki bizga yaxshi bo'lib ko'ringan shaxs ko'p hollarda aslida unday bo'lib chiqmaydi. Adnan Oktar 21 yoshiga qadar boshqa oddiy odamlardan hech farq qilmagan. 1977 va 79-yillarda uning qayerda, nima ish bilan shug'ullanganligini hech kim bilmaydi. Ammo gap so'zlarga qaraganda, uni chet el agentlari tayyorlagan. 1979-yilda umuman boshqa shaxsga aylanib jamoatchilik ko'z oldida paydo bo'ldi va interyer dizayn yo'nalishida universitetga o'qishga kirdi. Bu universitetdagi talabalar orasida o'z fikrlari yaxshi yoyilmaganligi uchun bu yerda kerakli muridlarni to'play olmasligini tushunib, o'qishini Istanbul universiteti adabiyot, tarix va falsafa yo'nalishiga o'zgartiradi. Bu yerdagi talabalarni o'z dunyoqarashiga ishontira oldi, chunki ular ilohiyot va falsafaga qiziquvchan bo'ladi. Istanbulda yaxshi joylashgan Adnan bir necha yilda o'z atrofida uni tanigan jamoat to'pladi. Lekin shunga qaramay, bu o'qishni ham tamomlamasdan oliygohni tark etdi. Turkiya islomiy guruhlarida tanildi. Milliy gazeta va Akit gazetasida maqolalar chop ettirdi. Jamoatchilikka ateizm, materializm, kommunizm, satanizm, fashizm va sionizm hamda masonlikni tanqid qilish haqidagi kitoblarini Harun Yahyo va Javid Yalchin taxallusida taqdim etdi. Aslida kitoblarni o'zi yozmaganligi, shunchaki bir yozuvchilar guruhi tomonidan yozilgan bu kitoblarga uni nomi berilganligi haqida ma'lumotlar bor. Bundan ajablanmasak ham bo'ladi. Chunki o'zini keyinchalik islom olimi sifatida ko'rsatgan shaxs aslida hech qanday tugallangan oliy ma'lumotga ham ega emas. Hech qanday diniy ilmi yo'q, arab tilini bilmagan odam. Diniy talqinda kitob yozish shubhali. Lekin unda ishontirish qobiliyati bor edi. Hamma mashinlarida bor talant. Turkiyada 1986-yil 12-iyuldagi harbiy davlat to'ntarishidan keyin Adnan Oktar birinchi marta hibsga olindi. Chunki masjid ichida o'tkazgan majlislari jamoatchilik va gazetalarda mashhur bo'ldi. Lekin uning fikrlari davlat tizimiga zid edi. Sud jarayonida Adnanning aql hushi joyidaligi va ruhiy kasal emasligini tekshirish uchun Istanbul Bakırköy ruhiy kasalxonasiga joylashtirildi. 9 oy bu jinnixonada qolgan Adnanga paranoya va shizofreniya tashxisi qo'yildi. Ya'ni xayolparast, ko'ziga har xil narsalar ko'rinadigan telba. Davlat siyosatiga qarshi bo'lgandan keyin yana nima tashxis qo'yilishi mumkin? Lekin nimagadir yana ozodlikka chiqarildi. Va bu odam yana ham tomi ketishni boshladi. Adnan Istanbul chekkasidagi Silivri shaharchasida bir villani ijaraga olib, badavlat oilalar farzandlari, yosh aktyor va san'atchilarni bu yerda miyalarini zaharlashni davom ettirdi. Har bir tashkilot uchun pul kerak bo'lganidek, odamlar bu sektaga qo'shilish uchun ham kerakli miqdorda pul to'lashlari kerak edi. Butun oila a'zolaridan voz kechib, iloji boricha uydagi bor putlarini Adnanga topshirsa ham yaxshi bo'lardi. Adnan asosan yoshlarni sektaga jalb qilardi. Chunki ularni manipulyatsiya qilish oson. Keyin yoshlar davrasi baribir qiziq. Jinnixonada bo'lsa ham qamalib chiqqan paranoik zek uchun ayniqsa yosh qizlar qiziq. Ayollar dunyoning bezagidir. Ayolga sevgi iymon alomatidir. Mening atrofimdagi butun bu xonimlar menga oshiq, ajoyib sevaman. Men ham ularga oshiqman. Va barchasi ajoyib go'zallar. Hammalari juda aqlli, madaniyatli va iymonli. Mana qarang, mening bu shirincham meni juda sevadi. Istasangiz o'zidan so'rang. Shundaymi? Sor bakayım.
Yes, of course. Ko'rdingizmi? Shak shubhasiz. Alloh yaxshi insonlarga yaxshi insonlarni nasib qiladi. Go'zal insonlarga go'zal insonlarni nasib etadi. Qur'ondagi oyat Allohning hukmi bu. Alloh bu go'zalliklarni mening oldimga olib kelyapti. Bu ham Allohning bir lutfi. Ba'zilar aytadiki, bu islomga qanchalik to'g'ri keladi. Agar men bu yerga bir maymundek odamni olib kelsam, ya'ni kir, jum bosgan, shunda men ular uchun taqvoli bo'lamanmi? Musulmonlik nazokatdir, sifatdir, sevgidir. Dunyoning eng aqlli insonlari musulmonlar. Shuning uchun mening jonlarimning yuzidan nur taralyapti. Qarang, ular juda ham go'zal. Maşallah. 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 Sektaning tuzilishi qanday? Eng boshda Adnanning o'zi, undan keyin og'alar, ya'ni Adnanning yaqin birodarlari, undan pastda singillar. Adnan bu ayollarni mushukchalarim deb atardi. Eng pastda boshqa muridlar. Agar muridlar sekta ishlarini yaxshi bajarib, Adnanning ishonchini qozonishsa, ularga og'alarga qo'shilish imkoni beriladi va Adnan ularga mushukchalarini o'ynatishga berishi mumkin. Yosh yigitchalarni jalb qilish uchun mushukchalarning o'zi yetarli motivatsiya. Lekin mushukchalarni o'zini qanday sektaga jalb qilish mumkin? Ularga mashhurlik, karyeralarini o'sishda yordam, tashqi ko'rinishlarini yana ham o'ziga tortadigan qilish uchun plastik operatsiyalarni qilib berish va'da qilingan. Ya'ni prodyuserlik xizmatlari. Buni evaziga ulardan nima kutilgan? Tabiiyki Adnanga sodiqlik, uni g'oyalarini qo'llab-quvvatlash. Omadi kelsa, uni joriyalaridan biriga aylanish va uning yaqin tanishlari, puldor katta odamlar kelganda ko'nglini olish talab qilingan. Bundan kelib chiqib Adnanni kim deb atash mumkin? Qizlarni bir binoda saqlaydi, ularni o'ziga tortadigan ko'rinishga keltiradi va kelgan mehmonlarga taqdim qiladi. Adnanning villasidagi har bir xonaga yashirin kameralar o'rnatilgan bo'lib, bu orqali ushbu odamlarga keyinchalik tahdid va shantaj qilish uchun kompromat yig'iladi. Mehmonlar bo'lsa Adnanga moddiy, siyosiy va boshqa tomonlama yordam berishga majbur bo'lishadi. Adnan sektasi orqali ishlagan pullarni yaxshi marketing ustasi bo'lganligi sababli Xorin Yahyo taxallusidagi o'z shaxsiy brendini kuchaytirishga sarfladi. Ko'plab kitoblarni shu taxallusda nashr qildirdi. Internet saytlar va o'z TV kanalini ochdi. Adnanga tegishli saytlar, TV kanal dasturlari va boshqa axborot resurslarida Mahdiy davri, koinot yaratilishi, oxir zamon va Qur'ondagi mo'jizalar mavzusidagi ma'lumotlar tarqatilardi. Adnan Oktar mashhurlikka erishgandan keyin 2012-yilda Masonlar tashkilotiga a'zo bo'lgani, eng yuqori 33-darajaga erishganligini iddao qildi. Bu hammasi emas, yana o'zini Muhammad payg'ambar avlodi, sayyidlardanligini ta'kidlardi va yana boshqa tarafdan o'z sulolasi Davud payg'ambarga borib ulanishini da'vo qilgan. Bu ham hammasi emas. Mahdiy haqidagi hadislarning 200tasi xuddi o'zi haqida ekanligini, Mahdiy Adnan ismi bilan tanilishi va Istanbuldan chiqishini ta'kidlardi. Hojam, siz Mahdiyimisiz deb savol berishibdi. O'xshashligim bormi? Bor albatta. Bu rost. Do'stlarim, Mahdiyning tashqi alomatlari chiqdi menda. Mahdiyning peshonasi kengdir deb yozilgan. Peshonam keng. Sochi qora, qoshlari siyrak. Menda ham shunday. Yashil ko'zli degan. Men ham yashil ko'zlikman. Burni kichik degan arabchada bir ifoda bor. Kichik bir o'rtasi bo'rtgan burun uchun qo'llaniladi. Bu ham to'g'ri keladi. Soqol qo'ygan deyilgan. U ham to'g'ri. Soqollari ingichka degan. Menda ham ingichka. O'rta bo'yli deyilgan. Sonlari qalin. Masalan, mening sonlarim ham qalin haqiqatdan. Mahdiyning yelkalari keng deyilgan. Meniki ham keng. Uning yelkasi orasida bir muhr bor deyilgan. Chandiq. Orqamda yuragim joyida bir muhr bor bolaligimdan beri. O'ng oyog'ida bir chandiq bor deyilgan. O'ng oyog'imda bir chandiq bor, katta chandiq. U ham bolaligimdan beri bor. Masalan, ko'zlari sal qisiqroq deyilgan. Mening ham ko'zlarim sal qisiq. Tizzasining ko'zlari bo'rtgandir deb yozilgan. Men bu hadisni eshitganimda, "Ha, mening ham tizzalarim aynan shunday" dedim.
Boshqa odamlarniki yaxshi, meniki esa bo'rtgan. Men Mahdiyga shunday o'xshayman. Soxta ilmiy ishlar, evolyutsiya nazariyasiga qarshi yozgan kitoblari va Qur'oni Karim mo'jizalari haqidagi kitoblari 75 ta tillarga tarjima qilinib, ko'plab davlatlarda nashr qilinadi va uni islom olimlari orasida nufuz qozonishiga sabab bo'ladi. O'sha vaqtlarda Adnan hatto Zakir Naik bilan bir davralarda o'tirib islom dini haqidagi ko'rsatuv olib borgan. Qanday qilib bu ikkita narsa, islom diniga to'g'ri kelmaydigan sekta tuzish, islom dini haqida kitob yozishni bir odam amalga oshirganiga hayron bo'lishimiz mumkin. Lekin boshida aytib o'tilgan shizofreniya va paranoya kasalligini hisobga olsak, ishonsa bo'ladi. Turkiya siyosatiga aralashuvi. Adnan Oktar bir vaqtlar davlat tizimiga qarshi shaxs sifatida ko'rilgan. U Turkiya davlati asoschisi Mustafa Kemal Atatürk haqida haqoratli jumlalardan foydalangani uchun hibsga olinishi mumkinligini sezganida darhol Atatürk fanatiga aylanadi. U haqda maqtovli kitoblar yozadi. Bir vaqtlar hozirgi Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdogan partiyasini qo'llab-quvvatlaydi va o'z tarafdorlarini shu partiyaga ovoz berishga chaqiradi. Hatto Erdogan prezident bo'lganida uni Turkiyada tug'ilgan eng yaxshi erkak, lider, toshki qiyomatgacha Erdogan Turkiya prezidenti bo'lsaydi degan gaplari tarqalgandi. Prezidentga paxta qo'yishni Harun Yahyodan o'rganish kerak. Karyerasining boshida ashaddiy yahudiylar va sionistlar dushmani bo'lgan Adnan so'nggi yillarda insonparvarlik, boshqa din vakillari bilan do'stona munosabat qurish, antisemitizm, ya'ni yahudiylarga nafrat, islom dinidagi ahlul kitobga hurmat ko'rsatish amaliga zid ekanligini ta'kidlaydi. Ko'rinib turibdiki, bu odam hech qanday prinsiplarga ega emas. Faqat bitta prinsip: o'z foydasi uchun ishlash va bu uchun juda o'zgaruvchan va moslashuvchan bo'lish. Ko'cha tilida bunaqalarni bitta so'z bilan aytishadi. Lekin aytmay qo'yaveramiz. Lekin qanchalik ayyor, paxtakor va moslashuvchan bo'lmasin, bu uni jazodan qutqarib qola olmadi. 2018-yilda Istanbul terrorizm va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash tashkiloti tarafidan Adnan Oktar va yana 178 kishiga barmoqlarni qayirib sanaymiz. Uyushgan jinoyatchilik guruhi tuzish, voyaga yetmaganlarga jinsiy ta'ziq o'tkazish, jinsiy zo'ravonlik, siyosiy va harbiy josuslik, tahdid, shantaj, intellektual mulkni o'g'irlash, hujjatlarni soxtalashtirish va davlat uchun eng muhimi soliqlardan qochish va yana 30 dan ortiq ayblovlar bilan hibsga olingan. Uning villasi, unga tegishli A9 TV kanali studiyasidan 50 ga yaqin qurollar, bronежилет, zirhlangan avtomobil va tarixiy asarlar topildi. Bu shov-shuvli jinoyat ishida davlat kadastr xizmati ham o'zlarini ko'rsatib qo'yishdi. Adnanga tegishli villasidagi 23 ta binoning shu kungacha qonuniy ruxsatnomasi bo'lmaganligi eslariga tushib qoldi. Sud tomonidan chiqarilgan hukmga ko'ra villa buzib tashlandi. 2018-yillarda boshlangan sud jarayonlari va nihoyat 2022-yilda tugatilib, Harun Yahyo taxallusidagi Adnan Oktarga yuzlab guvohlar va dalillarga asoslanib, hamma ayblari uchun berilgan jazo qo'shib hisoblanganda 8658 yil qamoq jazosi tayinlandi. Lekin Adnan va uning advokatlari haligacha taslim bo'lishgani yo'q. Ular jazo muddatini kamaytirishga harakat qilishmoqda. Agarda mo'jiza yuz berib, amnistiya orqali jazoning 8000 yili olib tashlansa ham, Adnan qamoqda bor yo'g'i 658 yil o'tirish kerak bo'ladi. Harun Yahyo shuncha yashab bersa bo'ldi. Hozirgi kunda media va globallashuv davrida insonlar ijtimoiy tarmoqlardan ko'plab informatsiya oladilar va kimlardir ularning ko'ziga avtoritet, ya'ni havas qiladigan, ergashsa bo'ladigan shaxsdek ko'rinishi mumkin. Lekin har birimiz hozirgi kunda eshitayotgan va ko'rayotgan narsalarimizga va ularni kim gapirayotganiga e'tiborli bo'lishimiz kerak. Mediada kimdir chiqib olib, chiroyli diniy axloqiy gaplarni gapirayotgan bo'lsa ham, uning o'zi aslida inson qiyofasidagi shayton bo'lishi mumkin. Harun Yahyo biografiyasi sizga yaqqol misol. Mantiqiy va tanqidiy fikrlashdan to'xtamang. Ko'rishguncha.